Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning kelajagingiz, farovonligingiz va xotirjam qadrlik davringizga bevosita ta'sir qiladigan mavzu. So'z pensiyalar haqida ketmoqda. Aniqrog'i 2026 yildan kuchga kiradigan yangi qoidalar haqida. Ishonchim komilki, bu ma'lumot sizning har biringiz uchun yoshingizdan, kasbingizdan yoki hozirgi ish joyingizdan qat'iy nazar o'ta muhim. Chunki bu o'zgarishlar ko'pchilikning pensiya olish huquqiga yoki uning miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hatto ba'zilarimiz to'lovlardan butunlay mahrum bo'lish xavfi ostida qolishi mumkin. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang, videomizni oxirigacha ko'ring va shu muhim ma'lumotni o'zingizga saqlab qolish va do'stlaringiz bilan bo'lishish uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu siz uchun kichik bir harakat, ammo biz uchun juda katta yordam. Pensiyalar tizimining asosiy o'zgarishlari keling. Avval qanday o'zgarishlar kutilayotganini va bu nimani anglatishini tushunib olaylik. Pensiya tizimi doimiy ravishda rivojlanib boradigan jonli mexanizm bo'lib, u jamiyatning ehtiyojlariga va iqtisodiy vaziyatga moslashadi. Avvalgi tizim ko'pchiligimiz bilganimizdek uzoq ish stajiga va nisbatan oddiy hisoblash usullariga asoslangan edi. Ish stajining davomiyligi ish haqi miqdori va ma'lum bir yoshga yetish pensiya tayinlashning asosiy mezonlari edi. Ko'p hollarda hatto norasmiy ish stajining bir qismi ham, masalan, fermer xo'jaliklarda yoki uy sharoitida amalga oshirilgan faoliyatlar ham pensiya tayinlashda qisman hisobga olinishi mumkin edi. Ba'zi bir holatlarda bu amaliyotlar tegishli hujjatlar bilan tasdiqlansa, bu esa ko'pchilik fuqarolarimizga, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilarga pensiya olish imkoniyatini yaratgan edi. Lekin endi 2026 yildan boshlab vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi. Yangi qoidalar tizimni yanada shaffof va adolatli qilishga qaratilgan bo'lsa-da, shu bilan birga talablarni ham qat'iylashtiradi. Eng asosiy o'zgarishlardan biri shuki, endi pensiya tayinlashda faqatgina rasmiy ish staji, ya'ni ijtimoiy sug'urta badallari to'langan davrlar hisobga olinadi. Bu degani, agar sizning ishingiz rasmiy ravishda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, siz uchun hech qanday badallar to'lanmagan bo'lsa, u davr endi pensiya hisob-kitobiga kirmaydi. Bu qoidalar, shuningdek, pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan insonlar uchun ayniqsa muhim. Minimal ish staji talablari ham oshirilishi kutilmoqda. Masalan, oldin 20 yil ish staji yetarli bo'lgan bo'lsa, endi bu ko'rsatkich 25 yoki hatto 30 yilgacha oshirilishi mumkin. Hali aniq raqamlar tasdiqlanmagan bo'lsa-da, tendensiya shuni ko'rsatmoqda. Buning sabablari bir nechta: pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyotni kulrang, sektordan tozalash va rasmiy bandlikni rag'batlantirish. Davlat har bir ishlovchi fuqaro ijtimoiy sug'urta tizimiga o'z hissasini qo'shishini va bu hisob-kitoblarning shaffof bo'lishini xohlaydi. Bu oxir-oqibat har bir fuqaroga munosib pensiya to'lash imkoniyatini saqlab qolish uchun muhim. Lekin bu o'zgarishlarning barchasi sizning shaxsiy holatingizga qanday ta'sir qilishini bilishimiz kerak. Muhim tafsilotlar. Kim xavotir olishi kerak va kimga unaqalik emas. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar sizga shaxsan qanday ta'sir qiladi? Kim xavotir olishi kerak va kimga unaqalik emas? Kim xavotir olishi kerak? Norasmiy ish stajiga ega bo'lganlar yoki uni ko'p ishlatganlar. Agar siz umringizning katta qismini norasmiy tarzda ishlagan bo'lsangiz, masalan, bozorlarda savdo qilgan bo'lsangiz, xususiy ustaxonalarda rasmiy ro'yxatsiz ishlagan bo'lsangiz, yoki qishloq xo'jaligida shaxsiy yordamchi, xo'jalikda band bo'lgan bo'lsangiz va bu davrlar uchun ijtimoiy sug'urta badallari to'lanmagan bo'lsa, siz jiddiy xavf ostidasiz. Misol, Oysha opay 5 yoshda. U yoshligida 10 yil zavodda rasmiy ishlagan. Keyin 20 yil davomida bozorlarda savdo qilib, ro'yxatdan o'tmagan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan. So'nggi 5 yilni esa yana rasmiy ravishda maktabda farrosh bo'lib ishlamoqda. Umumiy ish staji 35 yil bo'lsa-da, yangi qoidalar bo'yicha uning rasmiy ish staji atiga 15 yilni tashkil qiladi. 10 yil zavodda bo'lsa, 5 yil maktabda. Agar 2026 yildan minimal rasmiy ish staji 25 yil bo'lib belgilansa, Oysha opa pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishi yoki juda minimal darajada ijtimoiy nafaqa olishga majbur bo'lishi mumkin. Uning 20 yillik norasmiy ish staji endi hisoblanmaydi. Bu esa uning uchun katta moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki u butun hayoti davomida ishlagan bo'lsa-da, uning mehnati rasman tasdiqlanmagan. Pensiya yoshiga yaqinlashib qolganlar
lekin rasmiy ish staji yetarli bo'lmaganlar, agar siz pensiya yoshiga juda yaqinlashgan bo'lsangiz, masalan, 3-5 yildan keyin pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz va hozirgi hisob kitoblarga ko'ra sizda yangi qoidalar talab qiladigan minimal rasmiy ish staji yetishmasa, sizda qolgan vaqt ichida bu bo'shliqni to'ldirish uchun juda kam fursat qoladi. Misol, Akmal aka 6 yoshda, u 63 yoshda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan. Uning jami 2 yil ish staji bor. Ammo shundan faqat o'rindaqish yili rasmiy hisoblanadi. Yangi qoidalar bo'yicha minimal rasmiy ish staji 25 yilni tashkil etishi kerak. Akmal aka pensiyaga chiqishiga 3 yil qolgan bo'lsa-da, unga yana 7 yil rasmiy ish staji kerak bo'ladi. U bor yo'g'i 3 yilda bu bo'shliqni to'ldira olmaydi. Bu esa uning pensiya olish huquqini jiddiy xavf ostiga qo'yadi. Agar u zudlik bilan harakat qilmasa, ya'ni rasmiy ishga joylashib, qolgan 3 yil davomida iloji boricha ko'proq rasmiy ish staji to'plashga urinmasa ham, uning imkoniyatlari cheklangan. Balki u umrini oxirigacha ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa uning sog'lig'i va rejalari uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. O'tu, ish haqi konvertda berilgan, qisman rasmiy, qisman norasmiy ishlaganlar, ba'zi ish beruvchilar xodimlarning ish haqining bir qismini rasmiy o'tkazib, qolganini konvertda berishadi. Bunday holatda sizning pensiyangiz faqat rasmiy o'tkazilgan summadan hisoblanadi. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Misol, Dilshod 25 yil davomida xususiy firmada ishlagan. Uning rasmiy ish haqi minimal ish haqining erta barobarida ko'rsatilgan. Qolgan kattaroq qismi esa konvertda berilgan. Rasmiy hujjatlarda uning oyligi 20 million so'm deb ko'rsatilgan. Aslida esa u 5 million so'm olgan. Endi yangi qoidalar bo'yicha pensiya hisob kitobi faqat rasmiy 20 million so'mdan qilingani uchun uning pensiya miqdori u kutgandan ancha past bo'ladi. Uning real daromadlari pensiya hisob kitobida aks etmaydi. Bu esa uning moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki u uzoq yillar davomida yuqori daromad olgan bo'lsa-da, uning pensiyasi minimal darajada bo'lib qoladi. Kimga unaqalik xavotir olish shart emas. 1. Uzoq va uzluksiz rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz butun ish faoliyatingiz davomida rasmiy ish joylarida ishlagan bo'lsangiz, siz uchun barcha sug'urta badallari o'z vaqtida to'langan bo'lsa va sizda yetarli ish staji mavjud bo'lsa, katta ehtimol bilan siz uchun pensiya tayinlashda muammo bo'lmaydi. Misol, Sarvar aka 45 yoshida va 25 yildan beri doimiy ravishda davlat tashkilotida rasmiy ishlagan. Uning mehnat daftarchasida barcha yozuvlar mavjud. Ish beruvchi muntazam ravishda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lagan. Yangi qoidalar kuchga kirganda ham Sarvar akaning kelajakdagi pensiyasi xavf ostida emas. Chunki u hozirdayoq minimal rasmiy ish staji talabini qondirib bo'lgan va keyingi yillarda ham rasmiy ishlashda davom etadi. Uning pensiya hisoblash tizimida katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Chunki uning barcha ishlagan davri to'liq rasmiylashtirilgan. Ikki hozirda pensiyada bo'lganlar, agar siz allaqachon pensiya oluvchi bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning hozirgi pensiya to'lovlaringizga bevosita ta'sir qilmaydi. Odatda bunday o'zgarishlar yangi pensiyaga chiquvchilarga yoki kelajakdagi pensiyalar hisob kitobiga taalluqli bo'ladi. Ammo indeksatsiya va pensiya miqdorining oshirilishi masalasida ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ammo bu sizning pensiya olish huquqingizni bekor qilmaydi. Misol, Fotima xola 10 yildan beri pensiyada. Uning pensiyasi amaldagi qonunlarga muvofiq tayinlangan. 2026 yilgi yangi qoidalar Fotima xolaning pensiya to'xtatilishiga sabab bo'lmaydi. U o'z pensiyasini olishda davom etadi. Faqatgina kelajakda pensiya oshirish yoki indeksatsiyalash tartiblarida umumiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ammo bu uning huquqini bekor qilmaydi. Yangi tizimga moslashishga tayyor bo'lgan yoshlar. Agar siz yosh bo'lsangiz va ish faoliyatingizni endi boshlayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar siz uchun ogohlantirish bo'lishi kerak. Hozirdan rasmiy ishga joylashish, barcha sug'urta badallari to'lanishini nazorat qilish sizga kelajakda muammosiz pensiya olish imkonini beradi. Misol, Sardor 22 yoshda, u universitetni bitirib ishga kirmoqda. U yangi qoidalarni biladi va shu sababli ish qidirayotganda faqat rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni taklif qiladigan kompaniyalarni tanlashga harakat qiladi. Kelajakda norasmiy ishlashdan qochishga va o'zining mehnat daftarchasi hamda ijtimoiy sug'urta hisob varag'ini muntazam tekshirib borishga qaror qiladi. Bu unga kelajakda pensiya muammolaridan qochishga yordam beradi. Chunki u dastlabdan to'g'ri yo'lni tanlagan. Istisnolar, tuzoqlar va noan'anaviy nuanslar pensiya tizimi
har doim murakkab va unda ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan ko'plab jihatlar mavjud. Yangi qoidalar bilan birga keladigan istisnolar, tuzoqlar va noan'anaviy nuanslarni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. Istisnolar: bir kun maxsus ish sharoitlari, ba'zi kasb egalari, masalan, shaxtachilar, kimyo sanoati ishchilari, nurlanish bilan bog'liq ishlarda band bo'lganlar yoki sog'liq ishlarida band bo'lganlar yoki sog'liqni saqlash sohasida og'ir sharoitlarda ishlaydigan tibbiyot xodimlari uchun pensiya yoshini pasaytirish yoki staj talablarini yumshatish kabi maxsus imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Bu ishlar o'ziga xos xavfli va og'ir bo'lganligi sababli davlat ularga alohida e'tibor qaratadi. Bu kabi kasblar uchun, masalan, ayollar uchun 50 yoshdan, erkaklar uchun 55 yoshdan pensiyaga chiqish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu ham tegishli ish staji va maxsus sharoitlarda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiladi. Misol, Rustam aka 50 yoshda, u 25 yildan beri yer ostida shaxtada ishlagan. Uning ishi sog'liq uchun xavfli bo'lganligi sababli u 50 yoshida pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Agar yangi qoidalarda uning kasbi uchun maxsus istisnolar saqlanib qolsa, uning uchun umumiy pensiya yoshi qoidalari qo'llanilmaydi. Biroq bu imtiyozni olish uchun u ishlagan korxonadan tegishli arxiv ma'lumotnomalari, ish sharoitlari to'g'risidagi hujjatlarni to'plash juda muhimdir. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ko'p bolali onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ularning salomatlik holati tufayli to'liq ish stajini to'plash imkonsiz bo'lganligi sababli ish staji talablari yumshoqroq bo'ladi yoki ularga ijtimoiy nafaqa tayinlanadi. Ko'p bolali onalar uchun ham, masalan, 5 va undan ortiq farzandi bor onalar qonunchilikda alohida imtiyozlar, masalan, pensiya yoshini pasaytirish yoki ish staji talablarini qisqartirish belgilanishi mumkin. Bu davlatning ijtimoiy himoya siyosatining bir qismi hisoblanadi. Misol, Gulnora opa 6 farzandning onasi. Yangi qoidalarga ko'ra u umumiy belgilangan pensiya yoshidan, masalan, 25 yoshdan 5 yil avvalroq, ya'ni 50 yoshda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun u farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari va boshqa tegishli hujjatlarni taqdim etish shart. Uchun maxsus hisoblanadigan davrlar harbiy xizmat davri, bola parvarishlash ta'tilida bo'lish davri, belgilangan muddatgacha oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish davri, ma'lum shartlar asosida kabi davrlar ham ish stajiga hisoblanishi mumkin. Lekin bu davrlarning har biri uchun qat'iy shartlar va hujjatlashtirish talablari mavjud. Misol, Jasur aka 3 yil armiyada xizmat qilgan, so'ngra 20 yil rasmiy ishlagan. Yangi qoidalar armiya xizmatini ish stajiga qo'shsa, uning umumiy rasmiy staji 23 yilni tashkil qiladi. Agar yangi minimal talab 25 yil bo'lsa, unga yana 2 yil rasmiy ishlash kerak bo'ladi. Agar armiya xizmati hisoblanmaganda, unga 5 yil kerak bo'lardi. Demak, bu kabi davrlar pensiya hisob kitobida muhim rol o'ynashi mumkin. Tuzgular va noan'anaviy nuanslar: 1. Eski hujjatlarning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Ko'plab insonlar uchun eng katta muammo bu eski mehnat daftarchalaridagi yozuvlarning noto'g'ri, to'liq bo'lmaganligi yoki hatto yo'qligi. Ba'zi tashkilotlar tugatilgan bo'lishi, arxiv hujjatlari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu esa sizning o'sha davrdagi ish stajingizni rasman tasdiqlashni juda qiyinlashtiradi. Pensiya fondi sizdan har bir ish davringizni tasdiqlovchi aniq hujjatlarni talab qiladi. Misol, Gulchehra opa 1990 yillarda ishlagan davlat korxonasining mehnat daftarchasidagi yozuv o'chib ketgan. Bu korxona esa yillar avval tugatilib, uning arxivlari yo'q qilingan. Gulchehra opa bu davrni tasdiqlash uchun guvohlarni topishi yoki sud orqali ish stajini tan olishga urinishi kerak bo'ladi. Bu uzoq va qiyin jarayon bo'lishi mumkin. 2. Sug'urta badallarining noto'g'ri yoki to'liq to'lanmaganligi. Siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz ham, ish beruvchingiz siz uchun barcha sug'urta badallarini to'liq hajmda yoki muntazam ravishda to'lamagan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning pensiyangiz pastroq bo'lishi yoki ayrim davrlar ish stajiga kirmasligi mumkin. Shuning uchun o'z shaxsiy sug'urta hisob varag'ingizdagi ma'lumotlarni muntazam tekshirib turish juda muhim. Misol, Mansur aka 10 yil davomida xususiy korxonada rasmiy ishlagan. Lekin u korxona moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bir necha oy badallarni to'lamay, keyin yopilib ketgan. Mansur aka buni faqat pensiyaga chiqish vaqtida bilgan. Endi u o'sha davrlar uchun pensiya olishga qiynalishi mumkin. Chunki badallar to'lanmagan. 3. Ijtimoiy sug'urta ballari tizimi agar joriy etilsa, ba'zi mamlakatlarda pensiya ballari tizimi joriy etilgan bo'lib,
pensiya miqdori nafaqat stajga, balki har yili yig'ilgan bolalarga ham bog'liq bo'ladi. Agar O'zbekistonda ham shunga o'xshash tizim joriy etilsa, bu sizning har bir yilgi rasmiy ish haqingiz va to'lagan badallaringiz qanchalik muhimligini yanada oshiradi. Yuqori ish haqi ko'proq ball, yuqoriroq pensiya deganidir. Misol, Nodira 30 yil rasmiy ishlagan. Bir yili u minimal ish haqidan 2 barobar ko'proq maosh olgan, boshqa yili esa minimal ish haqi darajasida. Agar ball tizimi joriy etilsa, uning yuqori maosh olgan yili uchun ko'proq ball beriladi. Bu esa uning umumiy pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qiladi. Agar u faqat minimal maosh olganida, uning ballari kamroq bo'lib, pensiyasi ham shunga yarasha past bo'lardi. 4 o'zgarishlarga tez moslashish zarurati. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar faqat 2026 yildan kuchga kirsa-da, bu o'zgarishlarga hozirdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki qolgan vaqtni o'z manfaatingiz uchun samarali ishlatishingiz mumkin. Kutilgan o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirish kelajakda kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Bu o'zgarishlar haqida bilganingizdan keyin nima qilishingiz kerak? Bu yerda sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. O'z pensiya hisobvaraqingizni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Sizning shaxsiy pensiya hisobvaraqingizda individual shaxsiy hisobvaraq ISH sizning barcha rasmiy ish stajingiz, ish haqingiz va siz uchun to'langan ijtimoiy sug'urta badallari aks etgan bo'ladi. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Pasportingizni o'zingiz bilan olishni unutmang. Yoki mening hukumatim MyGov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalanib onlayn tarzda ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo eri bo'lishi kerak. Nima qilish kerak? So'rov yuborib, o'zingizning ish stajingiz va pensiya badallaringiz haqidagi batafsil ma'lumotni oling. Unda har bir ish joyingiz, ishlagan davringiz va o'sha davr uchun to'langan badallar aks etgan bo'ladi. Olingan ma'lumotlarni o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan solishtiring. Har bir yozuv mos kelishiga ishonch hosil qiling. 2. Noto'g'ri yoki yetishmayotgan ma'lumotlarni aniqlash va tuzatish. Agar siz o'zingizning pensiya hisobvaraqingizda xatoliklar, to'g'ri yozuvlar yoki umuman kiritilmagan davrlarni topsangiz, zudlik bilan harakat qiling. Nima qilish kerak? Agar mehnat daftarchangizda yoki boshqa hujjatlarda yozuvlar noto'g'ri bo'lsa, avvalgi ish joyingizning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar u hali mavjud bo'lsa, ular xatolarni tuzatib, qayta rasmiylashtirilgan hujjatlarni berishlari kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa yoki arxiv hujjatlari mavjud bo'lmasa, arxiv muassasalariga, masalan, viloyat arxivlari, tuman arxivlari murojaat qiling. Ular sizga ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar berishi mumkin. Agar barcha imkoniyatlar tugab, siz ish stajingizni hujjatlashtira olmasangiz, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Sud orqali guvohlar ko'rsatmalari asosida ham ish stajini tan olish mumkin. Bu oxirgi chora, lekin ba'zan yagona yo'l bo'ladi. Yetishmayotgan ish stajini to'ldirish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Agar siz yangi qoidalar bo'yicha belgilangan minimal rasmiy ish staji talabini qondirmayotgan bo'lsangiz, uni to'ldirish uchun bir nechta variantlaringiz bor. Nima qilish kerak? Rasmiy ishga joylashish. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, darhol rasmiy ishga o'ting. Har bir rasmiy ishlagan kuningiz sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun muhimdir. Ish beruvchingizdan barcha badallar to'liq va o'z vaqtida to'lanishini talab qiling. Ixtiyoriy badallar to'lash. O'zbekiston qonunchiligida o'z-o'zini band qilgan shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va hattoki vaqtincha ishsizlar uchun ham ijtimoiy sug'urta badallarini ixtiyoriy ravishda to'lash imkoniyati mavjud. Bu sizga yetishmayotgan ish stajini sotib olish yoki pensiya miqdorini oshirish imkonini beradi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga murojaat qilib, ixtiyoriy badallar to'lash tartibi va minimal miqdorlari haqida ma'lumot oling. Hujjatlarni yig'ish. Agar sizda armiya xizmati, bola parvarishlash ta'tili, o'qish davri kabi davrlar bo'lsa, ularni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni, harbiy guvohnoma, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, diplom to'plang va ularni pensiya jamg'armasiga taqdim etishga tayyor turing. 4. Konsultatsiya oling. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, mutaxassisdan yordam so'rashdan tortinmang. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida pensiya masalalari bo'yicha maslahat xizmatlari mavjud. O'zingizning holatingizni to'liq bayon qilib,
mutaxassisdan aniq tavsiyalar oling. Agar vaziyat juda murakkab bo'lsa, yuridik maslahatchilarga yoki advokatlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ular pensiya qonunchiligini chuqur biladi va sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Muhim hujjatlar ro'yxati. Pasport, identifikatsiya uchun mehnat daftarchasi, asl nusxasi, diplomlar, o'qish davrini tasdiqlash uchun, harbiy guvohnoma, harbiy xizmat davrini tasdiqlash uchun, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ko'p bolali onalar uchun ish haqi ma'lumotnomalari, ayrim davrlarda olingan maoshni tasdiqlash uchun. Agar kerak bo'lsa, nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomalari, ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar yo'q bo'lganda, shuni unutmangki, harakatni hozirdan boshlash. Kelajakda sizni ko'plab muammolardan qutqaradi. Pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingizning mevasi. Shuning uchun uni himoya qilish uchun barcha choralarni ko'ring. Xulosa yakuniy chaqiruv aziz tomoshabinlar. Bugun biz pensiya tizimidagi 2026 yildan kuchga kiradigan yangi qoidalar haqida atroflicha suhbatlashdik. Siz bilib oldingizki, bu o'zgarishlar barchamizga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa norasmiy ish stajiga ega bo'lganlar yoki pensiya yoshiga yaqinlashganlarga biz istisnolar, tuzoqlar va muhim nuanslarni ko'rib chiqdik va eng asosiysi hozirdan nima qilish kerakligini aniq tushundik. Unutmang, pensiyangiz sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjam qadrli davringiz garovidir. Shu sababli vaziyatni o'rganish, o'z hisobvarag'ingizni tekshirish va kerakli choralarni ko'rishni kechiktirmang. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun qanchalik foydali bo'lganini izohlarda yozib qoldiring. Sizda qanday savollar bor? Sizning olatingiz qanday? Qanday muammolarga duch keldingiz? O'z tajribangizni baham ko'ring. Chunki sizning fikringiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang. O'zingiz va oilangiz uchun g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha